Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Ustuning kanali. Do'stlar, bugungi videoroligimizda biz sizlarga yana bitta foydali ma'lumot ko'rsatmoqchimiz. Bu narsa ko'pchilik qiziqqanligi uchun, narx-navolarni, uстановkalarga qiziqqanligi uchun ko'rsatmoqchiman. Marhamat, videorolikni ko'ring, tomosha qiling, like bosib qo'ying, kanalga obuna bo'ling. Videoda udarlari, kerakli ma'lumotlar bizning kanalda 100% bo'ladi. Xullas, Nexus 3 avtomat. Bunga original ikkita quloqlik, katta dyumlik monitor uстановка qilamiz. Kamera, o'zining ramkasi. Xo'p. Uстановка jarayoni, ishlash prinsipi, narxlari videoda oxirida bo'ladi. Boshda qo'yib bersam oxirigacha ko'rmayapsizlar. Sababi bunga men ancha mehnat qilaman hozir montajiga ham. Salkam 1 soatdan oshib vaqt sarflayman. Shuning uchun bizga ham yaxshi prosmotr bo'lishi kerak. Dastlab qiladigan ishimiz do'stlar, o'rnini yechib ochib olganmiz. Birinchi ishimiz. Ikkinchisi, orqadagi klipsalarni sindirmasdan akkuratli qilib olib, tepadagi mana yechib olasizlar. Nomer tepasida turadigan nimani, plasmassasini. Endi qolgan jarayonni ko'rsataman. Uy sharoitida e'tibor berib, sal temir tersayni tushunsangiz, uy sharoitida qo'yib olsangiz bo'ladigan qilib ko'rsatib qo'yaman sizga do'stlar. Qani tomosha qilamiz endi bag'ini. Xullas do'stlar, mana buni hozir ochganingizdan keyin buni dyum 10 dyumlik kattasidan olganman, chunki mashinani kechagina oldim. O'zimga buni turish uchun. Chiqadigan narsalar GPS, fleshkalar и bu yerda kabellari chiqadi, kameraniki chiqadi, и pitaniyasi chiqadi va monitorda o'zi chiqadi. Ramkasini отдельно berishadi. Xo'p, endi uстановка jarayoniga o'tamiz. Uстановка jarayoniga o'tishdan oldin mana bunday qilib kabellarni ochib olasizlar. Hozir men sizlarga aniqlanishigacha xullas quyib beraman miyangizga. Uyda bemalol qo'yaverasiz o'zingiz. Muammosiz. Xo'p, akalar, endi damashni holatda uy sharoitida ulashni tushuntiraman sizlarga. Dastlab o'zini radnoy shtekeridan boshlaymiz. Mana. E'tibor berib turasiz. Ovozni pastlab besinchi avtor tashlab beramiz. Xo'p, e'tibor berib turasiz do'stlar. Bu shteker mana shu holatda turadi sizlarda. Mana telefon orqasida o'tda mana shu holatda tiqiladi. Xo'p, birinchi bundan boshlaymiz. Ketdi. Qizili прямой tok. Uni qizili. Sarig'i прямой massa. Xo'p, bitta oldi kolonka, ikkinchi oldi kolonka. Hozir aralashtirib ko'rsataman chap o'ngini ham. Bitta oldi, bitta ikkita oldi xullas mana ikkalasi, ikkita oldi eshikniki, прямой plus minus. Xo'p, rulni knopkasi mana bu. Mana bu sabzirangsi rulni knopkasi. Ag'ini ham ko'rsataman, rulni knopkasi. Asasi orqa antenaga boruvchi tok. Men shunga ulasam radio tiniq bo'ldi, o'z bular radioni yorib qo'yurmaydi-yu, atakulab qo'yurdik tiniq holatiga. Xo'p, endi bu tomon orqa labovoydagi radio blokka yetdi, aksessiya bo'lib. Xo'p, mana bir jigarangsim nima bo'ldi? Patfarnik bo'ldi. Bo'ldi, bu hal. Yana qaytarib o'taman. Прямой plus minus, ikkita oldi kolonka plus minusi. Xo'p, mana bu rulni knopkasiga ketadi. Mana bu yerga. Rulni upravlat qilish uchun, boshqarish uchun. Xo'p, ko'ksim mana bu yerda mana avto antena deb yozib qo'ygan. Bu ham asosiy hisobida bo'ladi. Remont kontrol deymiz. O'shanga ulanadi. Xo'p, jigarrang patfarnik. 2 marta qaytardim do'stlar. Xo'p, endi ketdik bag'ida. Mana bu simni minusga qo'shib qo'yamiz. Minusga sababi bunda massa kiradida, mana bu ikkinchi simdan через включатель orqali bunga buyruq chiqadi. Yoki aksincha qilsangiz ham bo'laradi. Buni massaga beradigan bo'lsangiz, mana buni pult qismiga ulab qo'yasiz monitordagi. Lekin siz buni pult qismiga beradigan bo'lsangiz, buni massaga berib qo'yasiz. Farqi yo'q. Ali xo'ja, Vali xo'ja. Xullas, bittasidan mana bu simda ikkita bo'lasin. Bittasidan massa kirish kerak, bittasidan komanda chiqish kerak. Chunki har bitta knopkaga har xil tok chiqadi. Xo'p, biz buni mana bu yerdagi stekerdagi pult knopkasi bittasini ulanganimiz uchun ikkinchini massaga berdik. Bo'ldi, bu hal. Massaga berdik. Endi orqa kolonka bittasi, ikkinchi orqa kolonka ikkinchisi. Bo'ldi, bu ham hal. Va mana bu yerda nima? ACC yarim zamok kirishi bu. Kaltni bitta ochganingizda kiradigan tok mana shu bo'ladi. Xo'p, endi mana bu radnoy magnitofonni bitta klaviaturasi bor. Klaviaturasiga patfarning massasi отдельно kirishligi uchun buni jigarangsim. Jigarangsimni klaviaturani patfarniga ulaysizlar. O'zini radnoy magnitofonni boshqaga qo'yib berib turganingiz. Agar
Hammasini joy-joyiga ulab turib, mana bu jigarrangsimni massaga ulamaydigan bo'lsangiz, klaviatura yonmaydi. Qizilda keragi yo'q sizlarga. Xo'p, zamok tok, orqa kolonka. Mana bu kelasi, qo'lim tegib turgan, bu ham orqa kolonka, massa. Xo'p, patfarnik, remont kontrol, orqa laboydagi antennani blogiga ketadi. Massa, ikkita oldi kolonka, plus minus. Endi oldi kolonkani aytyapsiz, chap yoki o'ngligini qanday ajratamiz degan odamlarga, mana bu yerga kirasiz. Kirib turib, bu tomonni bosasiz. Bostirib balansni bosasiz. Mana do'stlar. Qaysi tomonga o'tsangiz kolonkasi bor mana. Misol uchun mana oldi chap tomonga olib o'tdingiz. Oldi chap tomonga olib o'tdingiz. Endi bag'ida tushuntiraman sizlarga. Oldi chap tomonga olib o'tdingiz. Mana bu ikkita sim jupida ikkitadan deyapman. 4 dona, lekin jupida. Qizil oq bilan oq qora palasa oldi kolonka bittasi, jigarrang bilan jigarrang qora palasa bu ham oldi kolonka bittasi. Uni orqasida mana. Fioletoviy qora palasa plus minus orqa kolonkaniki, zelyonni qora palasa bu ham plus minus orqa kolonkaniki. Endi aniqlash vaqtida bundan bilib oldingiz qaysi oldi. Masalan, mana ikkita oldi turibdi. Siz chap o'ngini bilib olishingiz kerak. Chap o'ngini bilish uchun chap tomonga olamiz balansni. Chap tomonga olamizda mana shu ikkala simga ulab ko'ramiz. Misol uchun oq simni uladingiz. Mana bu ikkita oq simni mana bu ikkitasiga uladingiz. Etmadi. Bunisiga uladingiz. Bunda ham etmadi. Demak, sizdagi oldi o'ng tomon oq sim emas, oldi o'ng tomon jigarrang sim ekan. Jigarrang simni archib olasizda, bunga uladingiz, etmadi. Bunga uladingiz, o'sha oldi o'ng tomon etyapti. Demak, bizda zelyonni oldi o'ng tomon bo'lyapti. Bo'ldi. Endi chap tomonga olib o'tasizda, chap tomonga olib o'tib, bu tomondagisini mana bu oq simga olib qo'yasiz. Xuddi shunaqa tartibda topiladi. Balans chapga olasiz, o'ngga olasiz. Mana aytdim mana, yana qaytarib o'taman. Fioletoviy va fioletoviy qora palasa orqa kolonka, zelyonni qora palasa orqa kolonka, oq qora palasa oldi kolonka, kulrang qora palasa oldi kolonka. Bo'ldi, kolonkalar hal. Endi xo'p, mana patfarnik, lamp control deb yozyapti. Bunimiz patfarnik bo'lyapti. Xo'sh. Hozir bunimiz patfarnik bo'ldi. Patfarnik ham ketdi. Sariq. Hamma maktafonda ham sariq, Xitoyda ham originalda ham sariq primoy plus keladi. Buni primoy plus ulab qo'yasizlar. Bo'ldi. Massa qorasimda bo'ladi, primoy massa. Biz K2 ga ulaymiz. Sababi bizda minusovoy kerak. Minusovoy ishlaganligi uchun K2 ga ulaymiz. Plusovoy bo'lganda K1 ga ulardik. K1 2 degani knopkani ikkinchi buyruq kiruvchisi. Bo'ldi. Sariq qizil palasaga ACC ulinyapti. Yarim zamok. Bo'ldi. Antenna. Remont kontrol bu ham bo'ldi. Xo'p. Endi mana bu yerda haliga aytgan simim bor-ku, mana misol qaysini aytdim hozir mana. Mana ko'k simni massaga qo'shib ketasiz dedim. Mana biz ham bu yerda massaga qo'shib qo'yganmiz mana. Mana do'stlar. Massaga qo'shib qo'ydik. Endi antennani ishtagiri bunga tushmaydi. Kallasini kesib tashlaysizlar. Kesib terisini archasizlar. Terisini archasalar yana yonida mis sim chiqadi. Mis yonidagi mayda-mayda mistolarni отдельный qilib turib massaga berib qo'yasiz. Massaga berib qo'yasiz. Uchidagi boshqa bitta sim uraysizda, orqasiga bunday yoniga tegmaydigan qilib birorta o'sha kraskasi yo'q samolyotdan qotirib qo'yasiz. Bo'ldi, antennani masalasi hal. Endi bu yerda bizda background, ya'ni orqa kamera qolyapti. Hozir orqa kamerani sizlarga tushuntiraman do'stlar. Do'stlar, navbat orqa kameraga keldi. Xayrlar, sizlarga sekret ko'rsatib ketaman. Kamerani to'liq uстановка qilishligidan oldin avval nastroykasini qilib oling. Hozir mana bizda bundoq kelyapti. Endi qarab turinglar. Hozir mana plus minus olib chiqib qo'yganman. Buni hop massa ketyapti. Bu qayerda mana? Shtaker turibdi mana. Orqasida mana bu joyga tiqiladi. Tiqib turib, sariq simni shtakerda bunga ulaysizlar chiqishiga. Endi ikkinchisi sariq sim bo'lyapti. Bunda plus minus zatni oladi bu o'zi aslida. Hozir men ba'da sinash uchun bu tomonga olib oldim. Endi massani uzun ulaysiz kameraga va plusni backga tekkizasiz mana. Plus bilan birga buni kameraning plusi mana plusga tegdi. Qaranglar. Ko'rsatgani yo'q, mana ko'ryapsizlar. Endi agar sizlarda shunaqa holat bo'lsa, uy sharoitida aniqda buni pirlatib qo'yib ketishingiz. Olasizda
Nastroykaga kirib, kamera degan joyga o'tib, mana tushib turib, hop mana 1080 25 fps o'tkazasiz. O'tkazib turib, keyin tekkizasiz mana. Hoppa, zatniga oldik biz. Mana kameramiz oldiga ko'rsat. Kameramiz to'g'ri ko'rsatyapti. Rul chap tomonda ko'rsatyapti, torpedan o'ng tomonda ko'rsatyapti. Shu holatda turibdi. Bo'ldi. Endi mana shu simda, Plus minus ulamaysizlar buni. Faqat bu yerda mana bu sariq shtakerda uzunlanadi-da, sariq shtaker uzunlanadi. Mana bu sim ochilib turib, orqaga qarab, zatniga qarab ketadi. Tushundilaring-a? Lekin обязательно mana buni xo'p, mana sariq simda qanday tushuntirsam, sal ko'tarib tur. Mana sariq sim ko'k turibdi mana. Mana bu ko'kda endi bu yerda. Mana ajratasizlarda, mana back turibdi. Mana ko'k simni bunga ketasizlar. Bu ko'k sim qayerdan chiqyapti bu? Mana bundoq qulab ketasizlar. Mana shtakerda. Zatniga. Ko'k sim mana sariqdan chiqyapti yonidan. Bungulab ketasizlar. Bu sariqni mana shu nimaga back ulangandan keyin bu tomonda plus minusga qo'shilgan bu. Tushundilaring-a? Bu tomon plus minusga qo'shilgan. Bundan chiqqan ko'k simda back ulab ketasizlar bundoq qilib. Просто men tekshirishni olib chiqib olganman xolos. Mana shu holatda qilasizlar. Nastroykani ko'rdilaring-a? Endi qolgan joylarni ko'rsataman do'stlar sizlarga. Endi kameraning simi ko'k sim hali back degan rozoviy rangga ulandi. GPS navigatordagi ustini izolyatsiya qilib turib, yon tomondan antennani отдельно chiqarib qo'yganmiz, yetmay qolmasin deb. Xo'p, GPS o'zini bu yerga qo'yib, zajma qilib qo'yilgan. Bu любой joydan olaveradi. Laboratoriyaga qo'yib palon deb ertaga narsalar, shu yerdan ham bemalol oladi. Xo'p, endi buni mana bunaqangi narsasi ham bor. O'zini USB shtakerga tiqib, bag'ir monitorga tiqib qo'ysalaring bo'laveradi. O'zini mana bu yerdagi cho'ntagidan oladi. Просто men badochogacha chiqardim buni. Badochogacha chiqarib, kabeli bu tomonga keldi. Sababi, meni ikkita o'g'lim bor, Apache ular nihoyatda chataq. Polni tushsan nima bo'lsa hammasini ushlab, olib, sudirib, sindirib ko'radi. Shuning uchun betda qoladigan bo'lsa bu aniq sinishi. Shuning uchun badochogacha qo'yib qo'ydim, yashirinib turadi. Ham begona odam chiqsa, olib ketish ham muammo bo'ladi. Xullas, USB diki orqa kamera, GPS navigator, buning ichida izolyatsion simlari, antenna narigilar ulangan, ko'rdingmi? Shunday kamerasi qilib qo'yasizlar. Bo'ldi, muammo emas, bu jarigi strash narsa emas, bu vahima qiladigan. Bu tomon mana nimaniki, mikrofonniki. Mikrofonni bu tomondan uladikda, olib chiqib, tepa tomon burchakka qo'yib qo'ydik. Hozir buni ham akkuratni qilib, zazorlarni yo'qotib o'zim o'rnataman buni ham. Xullas shu holatda qo'yiladi. Endi qolgan jarayonni ko'rsataman sizlarga. Qaranglar. Har bittasiga uchiga mana shunday o'rab chiqasizlar. Bu bir-biriga tegib bo'lsa, pameh berib qo'yish mumkin monitorga. Uchiga bittadan o'raysizlarda, keyin bitta qilib vatim o'rab qo'yasizlar. Bular qo'shimcha kamera o'rnatilsa yoki subwoofer, oscillator qo'yilganda keyin kerak bo'ladi. Mana. Hozir bitta qolib ketib qolibdi. Uchiga o'rab qo'yamiz har bittasini mana. Hozir o'zim vatim qilaman. Uchiga o'rab, bitta kulleri bor. Kullerni shtakerini tiqib qo'yasizlar. Xo'p, keyin mana bu yerda hozir. Mana. Mikrofoni bor. Mikrofon bu ulanadi, bu отдельно turadi. Mana shunday qilib turib, buni ham qilasizlarda, bitta latta vatim o'rab, vatim emas, любой latta ham bo'laveradi. Vatim o'rab qo'ysalaring, ovoz chiqmaydi, tiqir-tiqir ortiqcha ovoz bo'lmaydi. Endi kameramiz ikkita USB AUX'lar ulandi, pitaniya ulandi, radio ulandi, GPS navigator ulandi. Xo'p, mana buning ichida mikrofon ulandi. Bo'ldi, 5 bitta boshqa narsa qolgani yo'q. Vatim ulab qo'yildi, bunda ovoz chiqmaydi, tir-tir qilgan. Keyin mana o'zining ramkasida mana quloqlari bor, stoperlar. Ularni sug'urasizlarda bu yoqqa tiqasizlar. Mana orqa tomonda samarez bo'ladi, mana teshikda mana bu tomonda. Xo'p, keyin pastda mana bu tomonda mana. Ikkita samarez bo'ladi, shuni qotirib qo'yasizlar. Bo'ldi, bu yerda monitorda ish qolmadi. Endi kamerani moslashni ko'rsataman sizlarga uy sharoitida, chunki Nexus 3larda jicha boshqacharoq bo'ladi. Agar bu ham shunaqa boshqacharoq holatda bo'ladigan bo'lsa, qanaqa qilinishini ko'rsataman. Do'stlar, monitorni joyiga qo'yib oldik. Endi mana shu yerda yana bitta ishimiz bor. Qo'ydik mana, o'sha ham o'chiramiz. Xo'p, nimasiga kiramiz? Menyusiga. Kirganimizda mana knopka рулевое управление bor. Tars kiramiz. Biz endi uni knopkani terib olishimiz kerak. Qanaqa qilinadi? Kirganingizdan keyin mana pastda mana start knopka turibdi. Startda bitta bosamiz. Mana bossak mana
Endi tugashga o'tdi. Rulni ko'tarish knopkani bosib turasizda, ovozni ko'tarishni 2 marta bosasiz. Rulda ovoz pastlashni bosib turasizda, xo'p, ovozni pastlashni 2 marta bosasiz. O'tkazishni bosib turasizda, xo'p, o'tkazishni 2 marta bosasiz. Qaytarishni bosib turasizda, qaytarishni 2 marta bosasiz. Mode ovozsiz bezzvukni bosib turasiz, qo'yib yubormaysiz uni, barmog'ingiz bilan bosib turasizda, bu tomonda 2 marta bosasiz. Bo'ldi. Jarayon tugagandan keyin, terib olganingizdan keyin Endni bosasiz. Endni bosganingizdan keyin qora aka rostdan saqlanib qilyapmi, yo'qmi deysiz. Albatta deydi sizga. Albatta deysiz siz. Okey, tars bosasiz. Bo'ldi, masala hal. Bu yerdan chiqamiz, musiqaga kiramiz. Xo'p. Bir qilib beramiz ovozini. Endi xo'p, musiqamiz hozir mana aytayapti. Avtorskiy prav tashlab qo'ymaslik uchun musiqa qo'yganim yo'q. Endi mana o'tkazish ketdi. O'tdi, qaytarish. Qaytdi. Bezzvuk, ovozli. Ovozni ko'tarish. Ovozni tushirish. Xo'sh, mana shu holatda. Patfarnikda yoqsak bu bilan qorong'ulashdi nisbatan. O'chirsak yorug'lashyapti. Qorong'ulashsak bu yoqamiz qorong'ulashib, buni fotofon ham qora rejimga o'tadi. Ko'zingizni olmasligi uchun. Bo'ldi. O'chiramiz. Endi orqa kamerani ustanovkasida ishi bo'ladi. Uni men sizlarga tushuntirib ko'rsataman do'stlar. Moshinani yurgizdik. Motorni o'tolgan holatda turibdi. Kalitni ochmaysiz, yurgizasiz motorni. Motorni yurgizib, tormozni bostirib, zatniga urasiz. Qarab turing. Zatniga urdik. Mana. Kamerani ko'rsatishni boshladi. Skordan chiqarsak, skordan chiqarganimizdan keyin bu nima holatda turgan bo'lsa, o'sha holatga qaytib oladi. Endi kamera qanaqa ulanadi? Kameramiz xo'p. Kabel kelyapti va mana. Shunday kelyapti-da. Kameraning sariq simini sariqqa, qizilni qizilga ulaysiz va mana bu yerda mana massa. Mana bu qizil shtekerdek bo'ladi, mana yonma pitaniyadan chiqadi. Buni massaga ulaysiz. Mana massaga. Endi ikkinchi mana nima bor? Bitta qizil simimiz mana. Xo'sh, buni pitaniyamizda, ya'ni mana bu yerda pitaniyadan chiqqan ikkinchi qizil simimizni mana bu yerga simini olamizda, aylanib olib kelib turib, mana bu yerda zatniga ulaymiz. Zatni chiroqda ikkita sim bo'ladi. Bittasiga ulab, moshinani yurgizib, zatniga ulaysiz. Yaxshi ko'rsatsa qoladi. Yaxshi ko'rsatmasa, narigisiga olasiz. Narigisiga. Agar unda ham zatni ko'rsatmasa yoki pastdan zatniga o'tib turadigan bo'lsa, bunga bitta universal relay qo'yib yuborasiz. U qanaqa tartibda bo'ladi? Universal relay 86 bilan 85 da mana lampochkani ikkita simi bor. O'shanga ulaysiz. 30 da mana bu yerga olib chiqasiz. O'sha bitta sim ulab, sizda bitta oyoq qolyapti, 87 qolyapti. Zatniga ulaysizda, bunga ulab oldingiz-ku biring 85, 86 ni. O'shalik 87 ni bittasida tekkizasiz. Ko'rsatdi, skordan chiqqanda o'chdi, o'shanda qoladi. Agar ulasangiz ko'rsatdi, skordan chiqqanda ham o'chmasa, yoniga olib qo'yasiz. Bo'ldi. Shu bilan boshqa muammo yo'q. Biz hozir buni bez relay ishlatdik, o'ziga ishladi. Agar o'ziga ishlamaganda biz ham relay qo'yardik. Endi qolgan jarayonni ko'rsataman sizlarga do'stlar. Orqasini yechib olganmiz. Kimdir unaqada yirtib qo'ygan ekan bu ferni. Bilan shuni o'ziga lipuchka qilib qo'ysa bo'ladi. Nima kerak? Unaqa gryaz qilib. Orqasiga o'zini stoykasi, plastmassa plankasi bo'ladi. Bo'lmasa lipuchka qilib qo'yish kerak. Buni karni nimani abdusovkani yirtmasdan. Shunda orqasiga endi oq narsa qo'yib, bag'idan nima qilib qo'ydik? Shumka yopishtirib qo'ydik mana. Mana shu holatda qotirib olasiz do'stlar kamera. Bo'ldi, endi ulab ishlatsak bo'laveradi do'stlar buni, Xudo xolasa. Xullas do'stlar, ish jarayonimiz tugadi. Xuddi shunaqangi tartibda qilib uyda qo'ysangiz bo'ladi. O'ylaymanki, juda ham tushunarli bo'ldi. Bu oddiy, sodda narsa. Kamerani qotirasizlar mana. Bo'ldi. Bu ribagalaza qo'ysangiz, ribagalaza qanaqa? Ichiga teshib tushiradi. U faqat past tomonda olib qoladi. Ha, bu narsa o'pshi oladi. Orqa tomon hammasini oladi. Xo'p, endi hozir monitorni ko'rsataman. Mana ustanovka qilingan holati mana. Bo'ldi, bu tayyor bu. Kaltni bitta ochamiz. Hoppa. Hozir yonib oladi mashinamiz. Ana 220 dan sug'urib turinglar, 220 dan. Mashinamiz yurdi, gazga o'tdi. Mana shu holatda mana endi zatni mana, hoppa. Zatni yurganimizda mana do'stlar. Polni ko'rsatyapti-da, orqada nima bor, nima yo'q. Hozir kamerani sal pastroqqa tushirib qo'yaman, sababi bu yerda oldigan narsalarni ko'rishligi kerak.
Endi qarab turing. Patfarniydi mana, patfarniyni yoqamiz, mana qarang. Tassa. Pastda fon qorayapti, o'zi xiralashyapti. YouTube'larni ham ochib qo'ydi akkauntlarini. Bo'ldi. Bu yerda boshqa hech qanaqangi problemasi qolgani yo'q. Do'stlar, xuddi shu holatda qo'ysalarning bo'ladi. Xo'p, narxlari bu narsa mana monitorimizda 1.200.000 so'mga olib keldik. Zapchast do'konda 1.200.000 so'mga olib keldik. Endi orqa kamerasini 160.000 so'mga oldik. Shunda qancha bo'ladi? 1.200, 160, 1.360.000 so'm bo'lyapti. Bu yerda boshqa mikrofonlari o'zidan chiqdi. Hammasi o'zini ichida GPS navigatorlar, fleshkalar hammasi o'zidan chiqyapti. Agar uy sharoitida qo'yadigan bo'lsa tekinga bo'ladi. Agar xuddi shu tartibda uстановка qilsa 200.000 so'mga uстановка qilib beramiz. Agar qiziqqanlar bo'lsa, mabodo. Xullas do'stlar, videorolik sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, nimanidir jichcha bo'lsa ham tushuntira olgan bo'lsa, agar qo'limizdan kelgan bo'lsa tushuntirish, bitta like bosishni va kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Mana chexolni o'zim to'qirdim do'stlar. To'g'ri chexolchidan farqim qolmayapti meni ham. Nimani bo'lsa qilib ketyapmiz buni. O'ta ideal holatda bo'ldi bu ham. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Iltimos sizlardan like bosib peshingiz chiqmasinlar do'stlar. Sizlar like biz uchun motivatsiya va podдержка beradi. Rahmat sizlarga.